izlab yurgan obunachilarimizga urg'ochlarda haqiqiy noyoblardan yirik gigant variantlarni yetib keldi. Hurmatli obunachilar, videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Chiroyli qilib sizlarga buni video obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum, ko'char boshqozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar, akalar, xudo xolasa bugun biz video syomkalarimiz sizlar uchun Namangan viloyati Namangan tumani Tepa-Qo'ron qishlog'ida videoda olib boryapmiz. Akalar, video yoqsa bilan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalar akalar, mana shunaqa videolar chiqarib akalar, charchamaymiz akalar. Akalar, hafta kunimizga bugun seshanba, akalar, boshlangan kunlaringiz hammalaringga xayrli, barakatli bo'lsin. Chizsalarimiz akalar 9-iyun 2026 yil akalar. Xudo xolasa o'zimiz sho'rdagi mana bunaqa yarichilarda zo'rlardan kelgan ekanlar. Erinmasa oxirigacha ko'rib tursalar, chiroyli qilib buni video obzorini qilib beramiz akalar. Xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Xudo xolasa haqiqatlardan yirik variantlarda nahayda chiroylilar kelibdi. Sho'rdagi assalomu alaykum. Ha, Murodjon, yaxshimi? Qo'ylarda sho'rdagi zo'rlardan kelibsiz-a? Ha, qo'ylar zo'ridan olib keldik. Qo'ylar ko'rsating. Mana akalar, xudo xolasa bugun qo'ylarda haqiqiy yilikantidan yirik variantlardan izlagan obunachilarimizga qo'ylarda haqiqiy zo'rlardan akalar, xudo xolasa. Haqiqiy quyoshda to'lmagan qizil to'nlardan bor ekan akalar, haqiqiy. Akalar, alohida ahamiyat berasizlar, oyoqlari akalar stakan tuyoq, mana bunaqa yuzlari ham oq yuz variantlardan. Tumorlari bor ekan oldida bittasini. Erinmasa orqacha ko'rib turasizlar. Sho'rdagi xudo xolasa bugun nechta partiya qo'y chiqarib beramiz? 2 partiya. 2 partiya qo'y chiqarib beramiz-a? Birinchi partiya 5 ta qo'y chiqarib beramiz. 13 ta bittasi 12 ta. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. 2 partiya akalar qo'y chiqarib beramiz. Birinchi partiyamizga bu yerda 13 bo'sh ekan, 25 ta o'sha qo'y bor ekan. Shuni 2 ga bo'lib chiqarib beramiz akalar. Erinmay ko'rib turasizlar. Chiroyli qilib uni yoritib beramiz. Sho'rdagi ularni yeb ichishdan muammosi yo'q. Sinab oldingiz-a? Muammosi yo'q. Yosh narsalar bular. Yosh-a, xudo xolasa. Haqiqiy zo'rlardan yetib kelibdi. Sho'rdagi bularda yoshlari ham yosh dedingiz. Yoshlar qanaqa bularda? 4 tish, 6 tish. 4 tish 6 tish varianti. Ha. 4 tish 6 tish varianti. 8 tish ham bormi? Bitta ikkita bo'lishi mumkin. Bitta ikkita bo'lishi mumkin, ha? Bitta ikkita. Bitta ikkita bo'lishi mumkin ekan akalar, mana. Lekin haqiqiy qo'ylarda yilikan zo'rlardan ekan. Sho'rdagi buni bo'ylari 80 dan oshib chiqadimi? Buni nima deysiz? Bo'ylari 80 dan oshib chiqadi. 80 dan oshib chiqadi, ha? Oshib chiqadi. 80 dan kam chiqmaydi. Yo'q, kam chiqmaydi. Akalar 80 dan oshib, mana bular 85 ga ham chiqib borib qoladi akalar. Mana bu to'nni qaranglar. Nihoyatda chiroyli, orqasini qaranglar, orqalari ham juda kelishgan ekan akalar, mana qaranglar. 4 tish akalar 6 tish variantlardan ekan. Haqiqiy zo'rlardan mana qaranglar. Jonivor qo'shdi. Akalar yurish-turishlarini ham o'zlarini ko'rib turibdi. Yurish-turishlari ham hamma yo'g'i joyida mana kelishgan. Haqiqiy bir ko'ra varianti, xudo xolasa. Olib tashlab qo'yinglar. Sal kundan keyin qo'chqorlar bo'lsa, qo'chqorlarni qo'shib qo'ysalarni bittadan ikkitadan tug'ib bersa, uylaringizda akalar ularni qo'yga to'ldirib beradi haqiqiy mana shu qo'ylar mana. Haqiqiy yuzlari ham nihoyatda chiroyli. Zo'r variantlarda akalar, xudo xolasa. Sho'radagi kun ham issiq, ularda ko'p cho'zmaylikda bu narxiga o'taylik sho'radagi. Narxi nech pulga beramiz? 13 tasini olganga 8,5 dan Ketaveradi. ketaveradi. Akalar 13 tasini olgan odamga 8 million 500 ming so'mdan ketavergan. Bemalol aloqaga chiqib turasizlar. Xo'p, sho'radagi bular ichidan tanlab olgan odamga nima deysiz? Sho'radagi Pilisi bo'ladi-da. ko'p emas, ozroq, ha? Ozroq. Ozroq akalar pilisi bo'lib qolar ekan. Xudo xolasa. Sho'radagi qo'ylarning yo'qdi, menga hammasini chiqarib yuboradigan degan odamga xayr sunnat o'tib beradigan joyi bormi? Bor. Bor, ha? 13 tasi bir yerga bo'lsa, bor. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar bemalol aloqaga chiqib turasizlar, xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar. Haqiqiy zo'rlardan mana xudo xolasa. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Keyingi partiyada ham xudo xolasa zo'rlardan chiqadi mana. Bizni kuzatishni davom etinglar akalar. Bizning akalar keyingi partiya. Akalar bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bunaqa yirik variantlardan akalar. Yerimda ko'p turasizlar, buni ham chora qilib sizlarga yoritib beramiz. Ichida bitta kashtanga ham bor ekan akalar. Mana. Haqiqiy go'zallardan boqaman deganlar aloqada bo'lasizlar akalar. Haqiqiy ayoblarni yetib kelibdi. Yuzlari ham nihoyatda chiroyli. Zo'rlardan akalar. Ikkinchi partiyamizda ham lekin qo'ylarda haqiqiy go'zallardan bor ekan mana qaranglar. Onlarga alohida ahamiyat berasizlar. Orqa boshlari osilib ketmagan. Mana dumba, mana bunaqangi razrezi, takansiyaga. Oyoq kiyimlari zo'r, hammasi kelishgan mana. Sho'rdagi ikkinchi partiyamizga son nechta bu yerda? 12 ta. 12 dona, ha? 12 dona. Haqiqiy bular ham birinchi partiyadan umuman qolishmas ekan, bular ham. Billa kelgan. Hammasi bitta partiya kelgan ekan akalar.
ikkiga bo'ldik. Mana xudo xolasa sizlarga yaxshi ko'rinish uchun. Orqa boshlari nihoyatda chiroyli. Xo'p, bularda ham yeb ichishdan muammosi yo'q, ha? Bir hafta sinab olishaveradi. Bemalol. Bir haftaga kadar bemalol yedirib ichaverasizlar. Xo'p, bularni ham bo'y basi nima deymiz? 85 atrofida ularga emas, 80 plyusda. Ha. 80 plyusga kadar ikkitasini yunga olinmagan ekan, lekin mana ularga haqiqiy Uchtasini qoldi. ha, uchtasini yunga olinmagan ekan. So'rasa yungini olib berasiz, shurada Olsa bo'ldi. Junini olib bering desa, olib beramiz. bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsa, yungini olib berar ekanlar. Lekin mana bu juda bo'yoqcha narsa ekan. Qaranglar. Quloqlari ham haqiqiy zo'r, shalpon quloqlardan yetib kelibdi mana ekan. Xudo xolasa, haqiqiy go'zal variantlarga. Xo'p, shuradagi xudo xolasa yebishdan muammosi yo'q dedingiz, bo'y basilarni aytdingiz. Bu yerda kashtani ham bor ekan, mana bunaqa tiyanshani ham bor ekan. Qo'ylar haqiqiy zo'r ekan shuradagi xudo xolasa. Ular zo'r. Mana akalar, qo'ylar bu joyga tiqilib qolyapti. Mana kun issiq bo'lyapti lekin. Mana kun issiq bo'lsa, metkani qilib tashlayverasizlar, xudo xolasa. Telefonga odamga shuradagi Ishini bitiramiz. ishni bitirasizmi? Ishini bitiramiz. Takror video so'rasa qilib berasizmi? Albatta qilib beraman. Albatta qilib berilaver ekan akalar, mana xudo xolasa. Telefon qilsalaring, qaysi qo'yga yoqsa sizlarga shuni metr qilib tashlaysizlar, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib videosini qilib berganlar, xudo xolasa. Xo'p, shuradagi bu qo'ylarda ko'p maqtamaylik. Narxlari nima deymiz shuradagi? Bir joyga olgan odamga 12tasini. Buni ikkitasi 8,5 dan ketaveradi. 8,5 dan. Shuradagi endi qarang. Partiya chiqqani sari narxlar tushib boradi. Bitta chiroyli qilib narxini tushib beringchi, xudo xolasa baraka topatan qilib 200 mingdan tushib beraman. 200 mingdan. Akalar 200 ming so'mdan xayr sunnatiga tushib beraklar. Shuradagi hammasini bir joyga oldim degan odamga yana ozma tushib beradigan xayr joyi bormi? Telefon qilaversin, gaplashamiz, tushib beramiz. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar xudo xolasa 8300 ming so'm narx aytilyapti. Telefon qo'rasida xudo xolasa ishlaringni bitirib berishadi, xudo xolasa. Xo'p, bizda so'nggi partiya edi bu. Ha. Bizda akalar so'nggi partiya ekan. Ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar. Hammaning rozi, Alloh baraka bersin. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa metgan qilib tashlasizlar. Yurganda ham ko'rsatamiz. Shuni ham ko'rsatamiz lekin. Yurganda olib. Xudo xolasa shoshilib aloqa chiqarasizlar. Ishlaringni akalar bitirib berishadi. Akalar, shu videoda ko'rishingizda xayr, sog' bo'lsin.